Ikkinchi. Eshik ochilganda Sherzod mudrab yotardi. U ildam qaddini rostladi-yu, ichkari kirib kelayotgan bo'lim mudirini ko'rdi. Mudir xalatining tugmalarini yechib yuborgan, ingichka bo'ynidagi guldor galstugining bog'ichini bo'shatib qo'ygan. Tez yurib kelganidan bo'lsa kerak, yonoqlari turtib chiqqan yuzi qizarib ketgan edi. Joyning egasini olib kelayotgan bo'lsa kerak deb o'yladi. Sherzod undan ko'z uzmay. Bo'lim mudiri palata o'rtasida to'xtadi-da, eshik tomonga qarab gapirdi. Sayf Soqiyevich, marhamat kiravering. U bu gapni xuddi aziz mehmonni uyiga chorlagan mezbon singari ichki hurmat bilan iymanib aytdi. Egniga yangi paxmoq xalat kiygan, to'rxalta ko'targan kishi ichkari kirdi. Ko'rinishidan u 50 yoshlardan oshgan, ustarida qirtishlangan boshiga moshrang baxmal do'ppi kiyib olgan, yuzlari shinqiragan, ko'zlarining osti salqib turar edi. Jigari kasal bo'lsa kerak, negadir Sherzodning xayoliga eng avval shu fikr keldi-yu, o'rnidan turib salom berdi. Sayf Soqiyevich alik olaymi, olmaymi deb ikkilanib qolganday bir lahza jim turdi-da, qovog'ini solib salom deb qo'ydi. Oho, dimoq masalasi juda baland-ku. Kun bo'yi joyini saqlab turishgani bejiz emas ekan shekilli. Sherzod miyig'ida kulib qo'ydi. Bo'lim mudiri qo'li bilan imo qilib Sayf Soqiyevichga bo'sh karavotni ko'rsatdi. Mana sizning o'rningiz. Choyshaplar yangi. Sayf Soqiyevich Sherzodga bir qoshini baland, bir qoshini past qilib qarab qo'ydi. Chamasi u bunaqa yosh bola bilan hamxona bo'lib qolganiga ko'p ham xursand emasdi. Bu bizning lyuks palatamiz, dedi bo'lim mudiri jilmayib. Sherigingiz? U boshi bilan imo qilib Sherzodni ko'rsatdi. Sherigingiz yaxshi yigit, xurrak otmaydi. Uning gap ohangida qo'limdan kelsa, bu bolani chiqarib yuborib, sizga palatani bo'shatib berardim-u, ilojim qancha degan ma'no bor edi. Sherzod shuni tushundi. Ijirg'anib yuzini o'girdi. Doktor, dedi kinoyali jilmayib. Sayf Soqiyevichga aytib qo'ying. Kechasi alaqlaydigan odatim bor. Sayf Soqiyevich bu boladan shunchalik betga choparlikni kutmagan bo'lsa kerak, yarq etib mudirga qaradi. Bo'lim mudiri ingichka yelkalarini silkitib kuldi. Eshik oldiga borib, chiroq tugmasini bosdi. Palata yop-yorug' bo'lib ketdi. Mayli, yaxshi dam olinglar. Mudir ostonada to'xtab, Sherzodga yuzlandi. Aytganday, anavi cholni palataga oldik. U ostonada yana bir lahza turdi-da, eshikni yopdi. Mana bu ish yaxshi bo'pti, o'yladi Sherzod mamnun. U qo'llarining barmoqlarini chalishtirib, boshi ostiga qo'yib yotgancha Sayf Soqiyevichning harakatlarini kuzata boshladi. Sayf Soqiyevich yashil to'rxaltaning bog'ichini yechish uchun ancha ovora bo'ldi. Sherzod uni kalta to'mboq barmoqlari asabiylik bilan bilinar-bilinmas titrayotganini ko'rib turardi. Nihoyat chigal tushib qolgan bog'ich yechildi. Sayf Soqiyevich gazeta qog'ozga o'roqlik paxta gulli choynak piyola, yog'och qoshiq, bir banka asal, tish cho'tka, yana allaqancha mayda chuydalarni oldi. Ba'zilarini tumbuchka ichiga, ba'zilarini deraza tokchasiga terib qo'ydi. Sherzod uning salqi qovoqlariga, sarg'aygan yuzi-yu asabiy harakatlariga razm solarkan, rahmi keldi. Bir odamning yo'lakda yotgani-yu, bu yerda joy bo'sh turgani uchun bu kishi aybdor emas-ku. O'ziga qolsa, kim kasalxonaga tushkisi keladi? Choy ichasizmi? Dedi u qaddini rostlab. Sayf Soqiyevich qovog'ini solgancha Sherzodga qarab qo'ydi-da, indamay bosh silkidi. Sherzod o'z tumbuchkasidan yaltiroq nikelli choynak, tunuka choy idishni olib,
eshik tomon yurgan edi, Sayf Soqiyevich imo bilan to'xtatdi. "Choyingiz qanaqa?" dedi bo'g'iq tovushda. "Pamil choy. Shoshmang." Sayf Soqiyevich tumbuchkasini ochdi-da, paxta gulli choynagiga bir kaft ko'k choy soldi. "Men 95 ichaman. Davleniyam bor." U choynakni Sherzodga uzatdi. Sherzod katak-katak linoleum polli yo'lakdan yurib borarkan, 2 kundan buyon devor ostida turgan karavat yig'ib olinganini ko'rib, tag'in quvondi. Hali kechki ovqat boshlanmagan, oshxonada bemorlar yo'q edi. Faqat deraza oldidagi stol yonida mallasoch farrosh kampir bilan shoira o'tirar, ikkovlari o'rtaga bir tarelka pechenye qo'yib, choy ichishar edi. Shoira stol suyanchig'iga yelkasini tashlagancha oyoq chalishtirib o'tirar, xalatining tugmalarini yechib yuborgan, yaltiroq sadafrang koft ostida bo'liq ko'kraklari bo'rtib turardi. Bugun yana shoira navbatchi ekanda, deb o'yladi Sherzod. Umuman shoira navbatchilik qilmagan kun kam bo'lardi. U goh birinchi qavatda, goh bemorlarni qabul qiladigan bo'limda ishlardi. Sherzod darrov ko'zini olib qochdi. Uning qiziq odati bor edi. Birovning ovqatlanishiga nazar solishni uyat hisoblardi. U tez-tez yurib, burchakdagi titan oldiga bordi. Jo'mrak ostiga qo'yilgan alyumin tog'ora yarmigacha shamaga to'lib qolgandi. Sherzod paxta gulli choynakka shosha-pisha qaynoq suv to'latdi. Zum o'tmay ikkinchi choynak ham to'ldi. Sherzod ikkala qo'li band bo'lgani uchun jo'mrakni burashga ulgura olmay qoldi. Qaynoq suv choynakdan toshib, tog'oraga to'kila boshladi. Bug' ko'tarilib, Sherzodning qo'li achishdi. Shu ondayoq shoiraning yangroq qahqahasi xonani to'ldirdi. U yugurib kelib, jo'mrakni buradi. Sherzod har ikkala choynakni yaqinroqdagi stol ustiga qo'ydi. Shoira bo'lsa, hamon sharaqlab kular, chiroyli ko'zlari suzilib ketgan edi. "Xotin kishi bo'lganingizda eringizdan rosa so'kish eshitarkansiz-da", dedi u paxta gulli choynakning qopqog'ini yoparkan. Sherzod shoiraning ko'zlariga tik qaradi. "Men ayol kishi bo'lsam, erga tegmasdim." "Nega?" Shoiraning ko'zlari hamon tabassumdan yonib turardi. "Er yomon bo'ladi." "Hammasi-ya?" "Bilmadim." Sherzod miyig'ida kulib qo'ydi. Har qalay xotinlar o'z erini hamma erkaklar ichida eng noshud, eng yomoni deb biladi. Shu odam bilan emas, boshqasi bilan yashasam baxtiyorroq bo'lardim degan gapni o'ylamagan xotin kam bo'ladi. Xuddi bilganday gapirasiz-a? Shoira yasama jiddiylik bilan qoshini chimirdi. Xotinlarning ko'nglidagi gapni siz qayoqdan bilasiz? Bilishim kerak, bilishga majburman, deb o'yladi Sherzod. Ikkala choynakni baravar ko'tararkan. Eshik oldiga yetganda burilib qaradi-da kuldi. Bundan oson narsa bormi? Ayollar to'g'risidagi kitoblarni ko'p o'qiganman. Shoiraning ko'zlarida sho'x tabassum o'ynadi. Ayollarni shunchalik yaxshi tushunarkansiz, nega xotiningiz sizdan xabar olmaydi? Bo'lsa xabar oladi-da, deb o'yladi Sherzod kulimsirab. Kuzatib yurganini qarang. Bundan chiqdi, men ham yomon er ekanman-da. Sherzod shoiraning parpirab turgan ko'zlariga yana bir bor qaradi-da, yo'lakka chiqdi. Sayf Soqiyevich tumbuchka ustiga gazeta yozib, patir, yaproq-yaproq to'rg'algan qazi tayyorlab qo'ygan ekan. "O'tiring", dedi u Sherzodga qaramay. Chamasi boyagi keskinlikning zahri xiyla ko'tarilgan edi. "Rahmat." Sherzod samimiy ohangda tashakkur bildirdi. "Hozir kechki ovqatga boramiz." Sayf Soqiyevich do'mboq qo'lni siltadi. "Banisani ovqati ovqatmi?" Sherzod g'ashi kelib yuzini o'girdi-da, deraza oldiga bordi. Pishillab ovqatlanishga tushgan Sayf Soqiyevich tomonga qaramaslik uchun derazadan tashqariga tikildi. Allaqachon oqshom tushgan.
Ichkaridan yog'ilib turgan chiroq nurida o'rik tanasining bir bo'lagi qorayib ko'rinardi. Hovlida bemorlar sayr qilib yurishgan bo'lsa kerak. Ularning gangur gaplashish eshitilardi. To'satdan shundoq deraza ortida shovqin surolli kuy yangradi. Shu yerda ham tinchlik yo'q, deb o'yladi Sherzod g'ijinib. U ko'cha-ko'yda magnitofon ko'tarib yuradiganlarni jinidan ham yomon ko'rardi. Deraza oldidan ikkita sharpa sirg'alib o'tdi. Bemorlar xalatini kiyib olgan novcha yigit bilan past bo'yli qiz o'rik tanasiga suyanib turib olishdi. Yigit bir qo'lida kichkina magnitofon ko'tarib olgan, ikkinchi qo'li bilan qizning yelkasidan tutib o'ziga tortar edi. Qiz o'zini olib qochgan bo'lar, ammo chandon qarshilik qilmas, yigitning pinjiga kirib borardi. Narxi arzonlashgan muhabbat, deb o'yladi Sherzod ijrig'anib. Xudo bilsin, ikkovi kecha tanishgan bo'lsa kerak. Bugun o'pishadi, ertaga kasalxonadan chiqqandan keyin bir-birini yo eslaydi, yo eslamaydi. U erkin muhabbat degan gapni noto'g'ri tushunayotgan, sevgidek tabarruk hisni oyoq osti qilayotgan odamlar to'g'risida yozishni ko'pdan buyon o'ylab yurar. Tuyg'ularning arzonlashib ketishiga olib kelayotgan ildizni ko'pdan buyon izlar edi. Hozir ham shundoq deraza ro'parasida bir-birining pinjiga kirib turgan yigit bilan qizni ko'rib shuni o'yladi. Bular qiziq. Tramvayda pista chaqishga uyaladi-yu, o'pishishga uyalmaydi. Nahot muhabbat pista chaqishdan arzon bo'lsa? U keskin burildi-da, hamon pishillab ovqatlanayotgan Sayfi Soqiyevich tomonga qaramay, joyiga kelib yotdi. Shovqin suronli kuy tindi. Anchadan keyin uning qulog'iga ma'yus, entiktiruvchan bir ohang chalindi. Magnitofondan mayin hind kuyi yog'ilardi. Sherzod hind filmlarini yoqtirmas, bir-biriga o'xshash siyqa voqealarni ko'rishga toqati yo'q edi. Ammo har safar hind kuylarini eshitganda rohat qilar, rang-rang ohanglarning shu qadar jonbaxshlik bilan uyg'unlashib ketishiga hayron qolardi. Hozir Muhammad Rafiq do'st menga xiyonat qildi deb boshlanadigan qo'shiqni aytar. Qo'shiq sadolari qanotlarini muloyim silkitib derazadan uchib kirayotganga o'xshardi. Sherzod shu kuyni eshitganida har doim nim qorong'u bir bo'shliqda suzib borayotgandek bo'lar. Bu bo'shliqning oxiri ko'rinmas. U qayoqqa ketayotganini o'zi ham bilmay suzib borar. Yuragi tushunib bo'lmas bir to'lqinday iztirob chekar. Bu to'lqin aslo tugamaydiganga o'xshar edi. Hozir ham u ko'zlarini yumib yotarkan, asablari birdan muloyimlashdi. Deraza ortida o'pishayotgan chillaki oshiq mashqlarni ham, ro'parasida ovqatlanib o'tirgan Sayfi Soqiyevichni ham unutdi-yu, kuy mavjiga sho'ng'idi.